Sizlarga bir savol bilan chiqmoqchiman. Kecha video qo'ydim. Uzun 60-razmerda kiyim bilan video qo'ydim. U videoyimda negativlar ham bo'ldi. Sabab nimaga bunchalik ozib ketdingiz? Juda xunuk ozgansiz deb. Men shuni xunuk ozdimmi? Qizlar, qani haqiqatni gapiringlar. Xunuk ozgan bo'lsam aytinglar, men xafa bo'lmayman. Mana meni holatim 48-razmer kiyibman, M razmerdaman. Mana. Men shuni xunuk ozganmanmi? Ili anaqa nima desa bo'ladi, yo katta kiyimda men shunchalik xunuk bo'lib qolganmanmi? Men bitta aprosnik qoldiraman, qizlar, iltimos savolimga javob beringlar. Men bilasizlar, kechasidan uxlamaganman men uxlolmadim bu gapdan keyin. Xo'jayinimga aytdim, "Adajonisi, men shunaqangi darajada semirib, ozib ketdimmi? Shunaqa xunuk bo'lib ketdimmi men? Ayting menga" deb shunaqa xafa bo'ldim. Xo'jayinim aytadilar, "Kim aytgan bo'lsa ham" dedilar. Shunaqa. Asosiysi men o'zimga yoqyapman. Asosiysi men o'zimni komfortni his qilyapman. Asosiysi o'zimga yoqadigan kiyimlarni men bemalol kiya olyapman. Menga shundan boshqa narsa kerak emas. Xo'p, negativchilarim